Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opajon? Nargiza opa kerak edilar. Ha, men bo'laman. Nargiza opajon, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat, Xudoga shukr, rahmat. Bugungi shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin opajon. Ha, rahmat. Rahmat. Palma kompaniyasi tabriklash agentligidan qo'ng'iroq qilyapmiz sizni bezovta qilib. Ha, rahmat. Bizga tabriknomalar kelib tushgan, dilnomalar, rahmatnomalar. Qaysi bir yaqiningiz nomidan deb o'ylaysiz? Yaqinlarim ko'p, Xudoga shukr. Bor, kelinim bor, o'g'lim bor. Aynan ismlari bilan aytingchi, aynan. Kimni deb taxmin qilyapsiz? Endi opalarim bor. Qaysilari biza? Qizim, bu yerda qizim. Aha. Ha, kelinim Dilnozaxon. Aha. Opalarim bor. Albatta, yaqinlaringiz nomidan. Albatta. Barcha qarindosh urug'lar yaqinlaringiz nomidan. Lekin aynan o'g'lingiz Odil akam nomlaridan. Qizingiz Dilnozaxon qizingiz, kelin qizingiz nomlaridan. Nabiralaringiz Alijon, Fotimaxon, Zuhraxonlar nomidan tabriklab turibmiz. Rahmat. Sizga ham rahmat. Ularni dil izhorlarini yetkazib bermoqchiman sizga. Men kelin qizingiz, o'g'lingiz bilan gaplashdim. Nargiz opamni nima deb xursand qilamiz onajoningizni desam aytdilarki, avvalo rahmat ayting. O'g'lingiz aytayaptilar, onajonimga rahmat ayting, yorug' olam uchun, chiroyli tarbiya uchun. Borlariga ming shukr aytaman. Mana shunday mehribon onani farzandi ekanligimdan xursandman, faxrlanaman onajonim bilan. Chunki biz farzandlarni yemay yedirdilar, kiymay kiydirdilar. Kezi kelganda barcha azobni, mashaqqatni, zahmatni yelkalariga oldilarda bizlarga chiroyli hayotni ravo ko'rdilar. Borlariga ming bor shukr deyman deyaptilar. Juda ham yaxshi ko'raman. Keyin Dilnoza kelin qizingiz aytayaptilarki, men qaynona so'zini yomon ko'raman, men oyijonim, men ikkinchi onam. Mana shu xonadonga kirganimda kelin emas qizim deb qabul qildilar. Peshonamdan o'pib, bilmaganimni o'rgatdilar. Maslahatgo'yim bo'ldilar, to'g'ri yo'lni ko'rsatguvchi ustozim bo'ldilar. Agar qaysi qachondir yoshlik qilib, o'rlik qilib, bilib bilmay qalb gavharlarini og'ritgan bo'lsam, ming bor uzr so'rayman. Men bugun ko'p anglashlar oldim. Hayotni juda ko'p qismini bilib boryapman, chunki hayotni o'zi odamga ustoz bo'lar ekan. Men rahmat aytmoqchiman deb farzandlaringiz bugun dildagi otashin tilaklarni siz tomon yo'llayaptilar. Nargiz opajon, xursandmisiz? Ha, rahmat. Xursandman. Endi ta'riflari ham bor ekan, maylimi aytib bersam sizga? Mayli. Aha, rahmat. Oylar porlamasa, tunlar qarodir. Hattoki yulduzlar motam sarodir. Bir sizni nomingiz qalbim arodir. Men sizga shundayin oshiqman ona. Sizsiz abgor bo'lar o'g'lingiz holi. Suzmay to'xtab qolar umrning soli. Suvsiz yasholmagan baliq misoli. Men sizga shundayin oshiqman ona. Dunyoning sevgisi yig'ilganda ham dildagi ishqimning zarrasidan kam. Ozorlar bermasdan, chektirmasdan g'am. Men sizga shundayin oshiqman ona deb sizni bugun juda ham yaxshi ko'ruvchi farzandlaringiz mana shu ta'riflarni sizga yo'llab qoldilar opajon. Rahmat, katta rahmat. Sizga ham rahmat. Rahmat. Aha. Ana endi farzandlaringizga, nabirajonlaringizga qalbingizning tubida qanaqangi so'zlaringiz bor? Rahmat, men xursandman. Shunday bolalarimni tabrikidan sizlarga ham rahmat. Unut bo'lsin, yerlardan ko'paysin. Salomat bo'lsin doim. Ilohim. Doim yaxshi kunga. Biza buvasi bilan ikkalamiz yaxshi kunlar yashaylik, bo'layveraylik. Ilohim.
Allohim hammamizga yaxshi kunlar yetkazsin. Bilan to'y tomosha qilaylik. Ilohim. Shular bor ya shukr. Albatta. Allohimga shukr. Ilohim, Allohim mana shu niyatlaringizni ijobat ila suyuntirsin opajon. Mana shunday ro'zai Ramazon oylarida turibmiz. Chiroyli shukronalik kuningiz shu oylarda to'g'ri keldi. Nimaiki tilagan bo'lsangiz, qalbingizda, yuragingizda o'ylagan bo'lsangiz, ilohim barchasiga erishing. Ilohim shunday qilsin. Ha, Sizlarga ham rahmat. rahmat. Shunday chiroyli kunlar. Ramazon kunlari juda yaxshi. Xursandchilik. Allohimga ming bora shukr qilaman. Shunday opajon. Yaqinda o'zim mazam bo'lmadi. Men istadim. Hech kunimga qolmagandi. Shunaqa xursand bo'ldim ertalabdan. O'g'lim ham, kelinim ham shunaqa chiroyli Ilohim xursandchilikdan boshingiz chiqmasin. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Endi siz kasal bo'lishga haqqingiz yo'q. Endi farzandlaringizni boshlarida toj bo'lib, duo bo'ylari bo'lib yuring opajon. shunday bo'laylik. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mayli, sog' bo'linglar sizlar ham. Katta rahmat sizlarga ham. Rahmat. Boringizga shukr.